Shohjahon Jo'rayev. Bilasan, ukajonim, katta bola bo'lib qolding. Kecha menga intervyu jo'natishibdi. Men san oldinga borib kechirim so'raganman. Men uzr so'rabman sendan. Sen g'alatiroqmisan yoki yosh bolamisan? O'zing kelding. Assalomu alaykum akajon deb kelding. Saloming bo'lgani uchun men bilan sen bilan so'rashdim ukam. Men Rabbimsan sendan kechirim so'rashmas. Seni dadangni oldiga ham so'rashgani men bormaganman. To'yda to'g'ri kelib qolganmiz, birga ashula aytganmiz. Shu hayotimda shu 2 marta to'yda ko'rdim. Doim menga tashab yurardi dadang rahmatli. Sen meni o'zing bilan teng qilma. Men o'zimning yo'nalishim bor, san'atkorman. Sen dadalaringning oldidagi san'atkorman. Kelmadi. Sen salar gapiryapsan, men sen dadangdan sal kichkinaman xolos. Meni dada degan, aka deganman, ukam.